Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong o'rtoqlar. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda favqulodda holatda oynalarni sindirish uchun mo'ljallangan bolg'achalar bilan bog'liq mashmashalar ko'payib qoldi. Ochig'ini aytaman, kezi kelganda inspektor mendan ham uning bor yoki yo'qligini so'ragan edi. Yaxshiyamki biz jungli qoidalar emas, respublika darajasida qabul qilingan qonunlar asosida yashaymiz va ularga amal qilamiz. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori asosida tasdiqlangan amaldagi yo'l harakati qoidalarining 7-10 bandiga ko'ra, aynan siz bilan meni boshqaruvimdagi yengil tipdagi va M1 toifasiga tegishli bo'lgan transport vositalarida bolg'achani bo'lishi majburiy emas. Nima majburiy deb savol berishingiz mumkin? Tibbiyot qutishasi, o't o'chirgich, majburiy to'xtaganlikni bildiruvchi belgi va nur qaytaruvchi kamzul nimcha. Bu ro'yxatda bolg'acha mavjud emas. Demak, yo'l patrul xizmat xodimining aynan bolg'acha bilan bog'liq bo'lgan holati bizning misolimizda yengil tipdagi avtomobillarga nisbatan noqonuniy hisoblanadi. Bolg'acha M2 va M3, ya'ni mikro avtobus va avtobuslarga tegishli bo'lib, aynan ularda bor yoki yo'qligini inspektor nazorat qilishi mumkin. Ammo bu qoidani yengil tipdagi M1 toifasiga kiruvchi avtomobillarga hech qanday aloqasi yo'q. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.